Aslında başkadan okşaydı. Ma çaşları pakırıp. Ama yazıp koy ben masırımdan mı yaşmadıyken köy gürdem kalacak. Yarışıda mı işte orada? Rahmet. Nim kırarsa? Ama közlekten var, yeni kilo çıktı ya da şunu gidiyor. Köznekte. Ha? Yaman katıl değil ya bu ne? Kim dedi şu yapma? Ya bana vallahi işte pulmak yaptım ha. Aldırma sesimizin yağını kattif yapanlar. Hadi eş. Siz tünügen üzerine aşpez de tunuşturdun ha. Ha? Daha bence iştiyakımı kandırak. İlişki mi ya? Yak yiyişke. Çak yap gitmeydiken bence bana da şunu. Yak bundan gel. Ha? Tünügen jüttün ağrın bal çıktı kenarına. Nimi yemezsem daha bence geç. Bu da sana ben zaten ki yaptığın onu yapsın. Daha bence hanımızdan çıkar. Daha bence yaman değişikliğini vurdu tığ hadi geldi. Aş daha bence açığının kırası var deyip neçilik yılda şu an. En açık ama. Ha. Aç tığla diyor. Ha. Yamanla. Şu zatmış çıkan. Psikat ötedığim Ha? var. Bir pir kırıp şu yakan Keçecek. Nime bir kırak gitti ben geleyim adaş. Aslında tasdik bir bakım var. Kaççılık bir beceri çıkarsan sen traktörüne gidip olanın böyle kazanır. Yaman bir yarak gidip vardı. Arkadaş. Siz bu daha bence de devamlı dilemizler. İşte aç çıkmadı. Yak men çıkayım ama elavin malının kömlemez mi? Am yeydiş yaktığın olmaydı abi. Men sağın dastıkan da var. O şu. Ben güzel bir yaxşı koruyman çok bence ne. Lekin cık yemeyime karanlar. Bulup bana bek açık 360 gradus açık insanlar. Ma aşpazandan mesele çıkanı sert. Köz alayım tasar kılıcıma açık neyse. Közgümüz yandı. Ha köz alayım şunlar arızlar kırıyor. Şu yemeye alacak arkadaş bana. Aç atak gel. Kaç kim o? Ya mavcu. Bugün o mende bak. Aklım işte. Chiqasizlar. Hamma kiyim-kechaklar yanib ko'ryapti. Men mana qolsam, vestiranni bek qurg'oqlashib ketdim. Bir ish kuchayib qoldi, bek qurg'oq. Menda qiladish. Menda bir o'zim setayotgan mahsulot bor dedimmi? Biz ishlatib berib boqamizlar. Ey. Nima javob qaraysiz qizga? O'g'ilga qarsam bo'ladi. Qiz bola ko'rib boqmasa qilib atsam. Hey. Setki qarsang, qusur topsan, uzun qarsang, uzun degan o'g'ilga bu. Kasan uruplikka topadigan sen sen. O'g'illar sen bu tantumanda joy berib o'tiradi. Ay balam ben usap kettim su eklerim. Dado, Ha? tünügende başlap ben sizden savaqdışınız do. Ha? Ne buldu? Bu savaqdışınız Türk su akepel, savaqdışı kanda işki sağlığı da bisine. Obdan kutu. Savaldı iş kurs bulmapta. Edepsizlik ola o. Çocukma eklem usap kettim ben burada. Hazır ben sizin kı malum kiyip do. Bir bidem cim kı kısıp oturgaç tutunuz olmamda. Keşke abbayın geldi mi kaça? Kopya adamdın. Aldığınızda ödeyi mi kendinizde mi? Vay uçup ölsem öde. Evet tulu gelip duran. Anda tamam mı balam? Makul mu? İşçi var diyenin aşağı. Bir işçi nerede benim? Ha, ben taksan putrayın ha. Ha, otur ben de. Alın bir de sağ başla. Vay. Unda xo's oldi bilan bir yo'qlam qilib o'tay-ya, kim kamidi? Embal tuloq ma'lum. Tuloq. Tunugun kechda bir o'quvchi bu sinfda o'qiyman deb tizimlatgan kamidimi? Ya o yekkeldağını kömür ama ab biz parta ilgisini saklap oltanlıkını oldu. Bakaş. Unda xo's diqqatda savoqdoshlar. Bugun mushu kitob material kam ekanligi sababi bilan dars so'zlanmaydi.
Biroq, mush o'rtaq tilning ahamiyati, tilning turmushimizdagi rolini chiqish qilib turib, mush o'rtaq tilni qanday qilganda eng tez suratda o'rgangili bo'ladi degan masalani muloyiza qilamiz. Mishat o'tagan barliq saboqdoshlar o'zinglarning bilgininglarni so'zlab aktiv fikr qatnashtirsanglar bo'ldi, bo'lamdi? Muloyizani boshlashdan burun men oldi bilan mush o'rtaq til to'g'risida bir so'zlab o'tay. Chunki o'rtaq til bizni eng yangi fan texnika, internet, iqtisodiy bilimlar bilan uchrashtirib qolmay, dunyoni tunish va dunyoga tunutish yuqori sur'atli tosh yo'liga boshlaydi. Voh, eyvallah, ma'ga qolqis kerak. Shundaq saboqdoshlar, shuning uchun biz vatanimizga minnatdorligimizni bildirishimiz, ham shundaqla vatanimizni qizg'in suyishimiz kerak. Buning uchun oldi bilan o'rtaq tilni puxta egallashimiz kerak. Ham shundaqla yurt makonimizdagi boy-bayashat, inoq ittifoq bo'lish uchun bir kishilik kasbimizni qo'shsak, bu vatanimizga qaytirgan eng yaxshi javob bo'ladi. Qaysi saboqdosh shu o'rtaq tilni o'rganishning ahamiyati to'g'risida so'zlab baqidi? Ha, siz. Men chidab qolsam olam. Men uni quvvatlab. Endi bir narsani o'rganish bu bilim elish uchun endi yetarli menga ketadi-da bunga. Menimizning sig'imini kuchtirib, oshirib. Hamda bijgilab qolgan yerlarni yamoq qilib o'ngshab deganlar. Amanda biz narsa kerak lozim bo'lsa mana biz bor adab qo'ygan. Shu mush bo'yicha muhiyatlaşını tugitib, qarg'ulachi yatla vermay. Men chidab qolsam, badanni sog'lom tutib, meni quvvatlash kerak. Rahmat. Tilni yatlab o'rganish til o'rganishdagi eng yaxshi usul. Tushundinglarmi saboqdoshlar? Ha, undaq bo'lsa yana qaysi saboqda so'zlab baqidi? Ha, siz. Menimcha muallim o'sha sayr turib tekstlash, yana to'g'ri muhabbatlashish degandek. Ma'ga bir so'z deydi. Sizlarga tushdi ekan. Yana o'sha to'g'ridan davlat tilli kinolarni ko'proq ko'rib bersak, shuning unumi eng yaxshi bo'larmi deyman. Yaxshi o'tiraman. Qaysi saboqda so'zlab baqidi? Ha. Meningcha bo'lsa shu bugun o'rgangan darsni dadasi balasiga yotlab bersa abdaroq bo'larmi deyman. Unda bo'lsa sizningcha bo'lgan vaqtida mushamimiz tilni yaxshi o'rganish uchun cho'qim o'zimizning ota-onasini akilib birlikda o'rganishimiz kerak ekanda. Ya undami dimdim shu mening dadam bir o'rin o'rganib qolmasin dedi. Ay, o'tira. Gacha. Herkes tab. Yaxshi, ya. Endi kim so'zlab baqidi? Menlam gap qilayman. Ha, mushu mening cho'g'anda aqaslarni bilitlar, xonim o'zlarini bilitlayna. Ma xotanning qashlishi butun dunyoga danglar. Mushu qashtishidan keyin mush tibobatda mush nazariya jihatda bu yurakni yashatdi, yurakka foyda qildi aytgan bir gapi bormdi. Shunga bu qashtishini ustidan ma yurakning teshidan suykab basimi, am bulab fikir esivasimi nayt abdan bu. Yurak yosh bo'lsa ham shoshvotu. An ikkinchidan mushu xotanning tibobatining dangliqligini siz bilasizlar. Ben mush xotan tibobatining nocha dorilarini yeb, meni quvvatlab, qonni jonlantirib, men badandagi o'llikni yo'qotsam, shu asli qobiliyati yuqurlab odamning bir ko'rgan narsasini unutib qolmaydigan, nechiligi so'zim esida qolgan mana bir avval o'tdi. Shunga sog'lom tanda sop aql deydigan ko'nglining maqol tamsilimi bor. Shunga mujundaq abdan bilan fikr aytmana xonim. Bu saboqdosh degandek oldi bilan til o'rganishda albatta meni sog'lomligi eng muhim o'rinda turdi. Endi bu qashtishini yurak surkaymiz degan usulning toza zaruriyati yo'q, saboqdoshlar. Yana qaysi saboqda so'zlab baqidi? Men bir so'zlab baqaman. Buning uchun endi shu so'zlikni jiq o'rganishimiz kerak deb o'ylayman. Ana ikkinchidan bo'lgan vaqtda shu o'rgangan narslarimizni davomli mashq qilib berishimiz kerak. Ondan uchinchidan bo'lgan vaqtda mush men bilan qilaman, obdan qilaman deydigan o'zimizga bir ishonch bo'lish kerak deb o'ylayman. Yaxshi, o'tiring. Saboqdosh Aliya munayt yaxshi so'zildi ya. Bir muhim nuqtani ta'kidlab o'tdi. U bo'lsa-mu, mush cho'qim oldi bilan o'zimizga bo'lgan ishonchni turg'izishimiz kerak. Oldi bilan o'zimizga bo'lgan ishonchni turg'izgan ahvol ostida, anundan keyin o'rtaq tilni puxta egallab, o'rganish unumini yuqori ko'targili bo'ldi. Shundaqmi? Yana qaysi saboqda so'zlab baqidi? Men deyman. Sizlar Sizlarga endi bizni juqda.
Beri bismillah. Menen şu muallim. Muşu bizde muşu aval taam ande kalan deydigan bir gap var. Şundaymi? Oy ertiganda naştını qilmayman, qo'saqni ko'kirtib qo'yib, bu yerda o'g'ish qilolmaydi. Menchi bo'lsa, qo'saqni to'yg'iz bulab, andin ma o'g'ilishni qilsak, foydasi bo'landiki, unum bo'landiki deyman. Bizda joyliqi bunday tiqir. Səhər dursa, səhər qılsa, naşta, kesel durmaz, başta deyilən gap var. Onun başqalıqı yeptu, bektu deb. Qo'saq yapamı bizlar. Şu an qo'saqni turatmasligimiz kerakdir. Şunun qarqan qo'saq aşqa o'xshamamdi. Ya, qo'saq qo'shmadi, qo'saq to'q. Biz aş qo'saq to'q, kanal yaman ish to'q. Undaqda nemish qilma shu til o'rganish bilan shu qo'rsoq masalasini bir yakka olsiz. Ya, bu ma'lum ham bu gap chiqib qoldi. Ben nima jonliqlarni ma qo'sig'i to'ygandan keyin, ondan ma yana bir ishni qilay deb harakat qildim emasman. Ras. Qarang saboqdosh, endi bu yerda biz qo'rsoq masalasini tilga elib o'ltirishniki zaruriyati yo'q. Shuning uchun eng oldi bilan shu yanalam ta'kidlaydiganimiz nima? O'rtaq tilni puxta egallash. Yana qaysi saboqda so'zlab baqadi? Siz. Amma mening o'sha gap so'zni anglash jarayonida pishki bizning isim kelib qoldi. Yaman obda aqlda bir topdim ma'lum. Hamda mening juda qilib qolsam shu yaxshi o'rman, yaxshi qilaman deyish uchun. Shu hozir hamimiz til. O'zima ketgan, bizning foydasini ko'rdik bulan. Shunga men mushunamda eng yaxshi usuliga deb tanladim. Yaxshi. Bu savolchimiz nihoyat yaxshi amaldan birini ko'rsatdi. Kim o? Kiram. Kimni izlaysiz? Mushni izlayman. Mushniki aqosimlarni izlayman. Siz oqshom mush sinf xizmatga o'quvchimi? Men shu. Qani undaq bo'lsa bir o'zingizni tanishtirib ayting. Savoldoshlar yaxshimisizlar? To'xtab turing, oldi bilan shu o'rningizga qaytib, andan keyin o'zingizni tanishtiring. Mana o'rningizga sirni saqlab o'rnida saqlash kerak. Benim ismim Mehmetcan. Bu yıl 28 yaş. Ben yakında bir satırlık hikaye yazgan. Bu hikayemde şu malum bir doktorxonaning fiziklik davolash bilimida bir doktor bemorning matematikalik davolab qo'yibdi. Shundan bilan u bemordan chataq chiqibdi. Sizin ma'sum xato kelib qolganmi boshqa? Fukam, satrak degan, satrash degan gapmi? Sal degan gap. Chaqchaq qo'ydim. Mening asli kasbim ssenarist. To'rt televiziya teatrida nurg'un narsalarni yozgan, MTV'larni yozgan, naqshlarni yozgan. Men shu yozgan narsalarimni cho'ng-cho'ng shirkatlarga, davlatimiz ichidagi cho'ng-cho'ng shirkatlarga olib borsam, til jihatdan qiyinchilik bo'lib qoldi. Til masalamni hal qilayinki deb keldim. Nihoyat yaxshi so'zladingiz, o'tiring. Qarshi olamiz, Rahmat muallima. Voy. O'lchamni qilyapmiz, shu muallima deymiz ayol kishini. Tabii çabuk çeneler. Chiqma, efendime. Akşamaz. Diqqat saboqdoshlar, diqqat. Inson bir qilaylar. Albatta, bu yil kelgan saboqda so'zlab o'tganda xalqaro yuzilmanda aytgansiz, ya'ni o'xshashlar oldi bilan shu o'rtaq tilni puxta egallashingiz kerak, shundaqmi? Benim mening juda qilib qolsangiz materialni ishtiga taqat qilmasam bir jiqrab bizni o'rgangan. Ras. Oldiga Oldiga mashqa be. Vaqt demak, pul demak. Ras. Az ödep gitse koysam içi tutudu. Ras. Vaqting katta, baxting katta deydi. Vaqt bitavaz bizim gül qaqib pishib chiqdi. Hammanglarning ko'nglida san bo'lsin, kelarki soatda sinf hay'atlarini saylab chiqamiz. Bo'lamdi? Bo'ldi.